Bir payt bo'ladi-da, odam ibodat qilib charchamaydi. Bir payt bo'ladi, odam 2 rakat namozga yaramaydi. Qiynaladi-da. Eng qiyin narsa qalbni toza ushlashlik. Darrov sinadi, darrov buziladi, darrov kir bo'ladi, qora bo'ladi. Bitta g'iybat, bitta chaqimchilik, bitta aldoqchilik, bitta yomon niyat bilan qalb buzilib qolaveradi-da. Odamning qalbi odamni boshqaradi deyapti. Odamning ichidagi o'sha suyagi, go'shi yaxshi bo'lsa, odamning hamma yo'li zo'r bo'lib ketdi. O'sha yeri yomon bo'lsa, odamning hamma yeri o'ldi deyapti. Qalbi buzildi, tili buzuq. Qalb degani o'zgaruvchi degani, o'zi lugaviy ma'nosi ham o'zgaruvchi, tarjimasi ham o'zgaruvchi, o'zi ham o'zgaruvchi. Tushunib oldingmi endi? Salomat qalb Alloh nasib qilsin, kasal qalb Alloh uzoq qilsin. O'lik qalb hech qachon Xudoy bunga yaqinlashtirmasin. Odam farishta bilan shaytonning o'rtasidagi maxluq. Kechagi o'tgan darsimizdagi niyat qayerda desa, niyat odamning qalbida bo'ladi. Alloh taologa cheksiz maqtovlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlardan keyin anvaul qulub oxirgi darsimiz ilm bo'lgan ekan. Bu safar anvaul qalb aqsamuhu. Aslida qalbning qismlari, navlari to'g'risida jamoatga aytamiz ekan inshaalloh. Qol Allohu taala. Alloh taolo aytibdi Qur'oni Karimda Isro surasi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda. Payg'ambarimizning eng ko'p qilgan duosi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik va ta'atik. Ey qalblarda o'zgartiruvchi zot, meni qalbimni diningga va toatingga moyil qil dedi. Bir payt bo'ladi-da, odam ibodat qilib charchamaydi. Bir payt bo'ladi, odam 2 rakat namozga yaramaydi. Qiynaladi-da. Bir payt bo'ladi, odam ko'p Qur'on o'qiydi, ihson qiladi, zikr qiladi, tilovat qiladi, savob ishlar qiladi. Biroq bir mezgil kelib qoladi-da, odam charchab qoladi, erikib qoladi, qilgisi kelmaydi. Buni idbarun va iqbalun deydi. Odamning ibodatga bo'lgan ochilishi yoki ibodatdan qaytishi degan narsa bo'ladi. Walamma kana al-qalb bi hadhihi al-a'dha kal-malik al-mutasarrif fil junud. Odamning qalbi xuddiki podshohga o'xshaydi. Askarlarning ustida turgan boshchiga o'xshaydi. Qo'llarimiz askar. Ko'z, quloq, qo'l-oyoq, bizning hamma a'zolarimiz askar bo'ladi. Biroq o'shalarning boshchisi qalb bo'ladi. Qalb boshqaradi shuni. Odamning qalbi boshqaradi deyapti. Allazi tasduru har buyruq qalbdan chiqadi deyapti. Yasta'miluha fima yasha. Xohlagan tarafga yurgizadi qalbi deyapti. Yo ibodatga, yoki istiqomaga, to'g'ri yo'lga, yoki buzuq yo'lga qalb odamni boshlaydi. Fima yasha'u fa kulluha tahta ubudiyatihi va qahrihi. Odamning qalbi odamni boshqaradi deyapti. To'g'ri ketishligi ham, buzilib ketishligi ham qalbi. E'tiborda esinglarda bo'lsa, birinchi dars kuni men aytdim, bugun yana bir eslatamiz. Odamdan esari yo'q bu hayotda. Eng qiyin narsa qalbni toza ushlashlik. Darrov sinadi, darrov buziladi, darrov kir bo'ladi, qora bo'ladi. Bitta g'iybat, bitta chaqimchilik, bitta aldoqchilik, bitta yomon niyat bilan qalb buzilib qolaveradi-da. Biz qo'l oyog'imizni trenovka qildirib turaveramiz. Qana qilsam namozda yaxshi turaman deb. Qalb buzilgan bo'lsa, u eng katta sportsmen bo'lsa ham namozda ham tura olmaydi, ibodatda tura olmaydi. Chunki qalb xohlamayapti. Oyoqqa aytyapti, damal deyapti. Sen samorda 4 soat o'tirding-ku desa, samor boshqa narsa deyapti-da. Qalb ibodatga tortmayapti. Nimagaki qalb buzilib qolgan. An-Nabiy sallallohu alayhi va sallam qala an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam ala inna fil jasadi mudghatan. Odamning ichida bir bo'lak go'sht bor. Payg'ambarimiz aytayapti hadisda. Idza salahat salahal jasadu kulluhu va idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Odamning ichidagi o'sha go'shi yaxshi bo'lsa, odamning hamma yo'li zo'r bo'lib ketdi. O'sha yeri yomon bo'lsa, odamning hamma yeri o'ldi deyapti. Luqmon Hakim o'tamasa endi xunuk odam bo'lgan ekan-da hayotda. Quloqlari bir chalpon quloq, rangi qop-qora, bo'yi past, bir necha hech bir maqtalgan sifat yo'q ekan, tashqi ko'rinishida-chi. Biroq o'sha Luqmon Hakimni Alloh taolo Luqman degan sura tushirdi. Hammani gapini oladigan qildi. Qiyomatgacha zikr qilib qo'ydi. Luqmon Hakim qalbi toza bo'lgan shu odamda. Qalbi pok, musaffo bo'lgan. Qalbi toza odamlar boshqacha bo'ladi bu hayotda. Qalbi buzilgan odam boshqacha bo'ladi. O'shani aytayapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamning ichida deydi bir bo'lak joy bor. Toza bo'lsa odam top-toza. Garchi tashqi ko'rinishi xunuk bo'lsa ham-da. Hadisda nima dedi? Innalloha la yanzuru ila suwarikum. Alloh sizlar tashqi ko'rinishingizga qaramaydi.
va la ila ajsamikum. Siz jismlaringizga ham qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum. Lekin sizlarning qalbingizga qaraydi. Va a'malikum. Qilgan amalingizga qaraydi deyapti. Qiyomatga bo'yonib bir narsa kiyib bormaydi odam. Shu dunyodagi qalbi bilan u dunyoga boradi. O'shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdiki, agar odamning bir bo'lak joyi muttafaqun alayhi, o'sha yer yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hamma yer yaxshi bo'ldi. O'sha yer buzuq bo'lsa, hamma yer buzildi. Na Abu Bakrni Siddiq roziyallohu anhuni hamma yaxshi ko'rardi. Nimaga desa, Abu Bakr bilan gaplashgan odam maza qilardi. Yaxshi gaplarni saqlab qo'yman ekanda, ishlatar ekanda, ishlatib yorish kerak. Yaxshi gaplar bu dunyoda savob bo'ladi. Johiliyatda ham yaxshi ko'rishardi. Islomda ham yaxshi ko'rishdi. Nimaga desa, gaplashib o'tirgan odam maza qilardi shu odam bilan. Gaplashsa, yaxshi gaplardan gapirar edi. Nimaga? Qalbga til quloq soladi-da. Qalbi buzuvdi, tili buzuq. O'zi eng ko'p gunoh qayerdan ketadi? Tildan ketadi. Deb boshlaydi-da. Ha deb to'rt alif cho'zadi yo to'rt madd muttasil munfasil qiladi, orqasidan ketdi. Fahwa malikuha. Demak, muallif so'zini yana takror yozayotgan pastda. Demak, inson deyapti, qalb deyapti, yoki insonni yaxshi tarafga boshlaydi, yoki yomon tarafga boshlaydi. Takror ekan, bu yerni o'qimaymiz. Walamma kana al-qalb yusaw bil hayat va diddiha. Insonning qalbi yaxshi va yomon, hayot va o'liklik bilan aytilgandan keyin 3 qismga bo'lamiz. Birinchisi al-qalbus salim, salomat qalb. Ikkinchisi al-qalbul mayyit, o'lik qalb. Uchinchisi al-qalbul marid, kasal qalb. Qalbni bilasizlarmi? Qalb nima degani? G'ish quygan odamlar biladi. Va yana abdelga qilgan odamlar biladi. Qalb deb birinchi bitta narsa yasaladi. Keyin shuni kopiyasini chiqarib ketaveradi. Tumonlar bo'lsa ham qalb deyiladi. To'rt burchak bo'lsa ham qalb deyiladi. 100 burchak bo'lsa ham qalb deyiladi. Mana ham bitta qalbda chiqqan. Shunga o'xshagan, shunda chiqqan narsalar qalb deyiladi. Nimaga desa, arablarda qalaba degani yiqilib tushdi, antarilib ketdi degani. Mashina avariya bo'lsa, inqalabatis sayyara deydi. Mashina avariya bo'ldi degani. Qalb degani o'zgaruvchan degani. O'zida aytib turibdi, o'zining lug'atida aytayapti. Ya muqallibal qulub. Ey qalblarni o'zgartiruvchi deganda qalb, qulub degan lug'at ishlatilyapti-da. Lug'atni o'zi. Tushunyapsizmi-ku? O'ta uzoqqa ketib qolmadimmi men? Tushungan bo'lsak bo'ldi. Qalb degani o'zgaruvchi degani, o'zi lug'aviy ma'nosi ham o'zgaruvchi, tarjimasi ham o'zgaruvchi, o'zi ham o'zgaruvchi. Tushunib oldingmi endi? Lug'atda o'zida turibdi. Nima degani bor-ku. Shto degani nima degani desa hech tushunmaydi bu yerda. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Qalb degani o'zgarib turuvchi degani. Muqallib, qalb, qulub. O'sha yerni tushunib olsak bo'ldi. 3 qism bo'lar ekan. Salomat qalb, Alloh nasib qilsin. Kasal qalb, Alloh uzoq qilsin. O'lik qalb hech qachon Xudoyim bunga yaqinlashtirmasin. Necha qism ekan birodarlar? 3 qism. Salomat qalb juda kam odamda bor bunaqasi. Ikkinchisi bo'laradi almashib qolsa ham. O'lik qalb ko'p. Lekin eng ko'pi qaysi desa, shuni ikkalasi o'rtasida turadigani kasal qalb. Salomatga yetolmaydi yo o'lib qolmaydi. Shuni o'rtasida bo'ladi. Birinchisi al-qalbu sahih. Salomat qalb, sahih qalb deganning ma'nosi huval qalbu salim. Shundayki, qiyomat kunida inson najot topadi. Oyat karimada Alloh taolo yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim deyapti. Endi sal-pal masalamiz cho'zilib qolsa sabr qilamiz. Endi oxirgi 10 kunga ketyapmiz. Oxirgi 10 kunda bir yo'li nima ko'proq nima qilish kerak bo'ladi. Demak, birinchisi salomat qalb ekan. Alloh aytayapti, qiyomat kunida bitta narsa foyda qiladi. Puling, bolang foyda qilmaydi deyapti. Salomat qalb bilan borsang shu foyda qiladi deyapti. Salomat qalb. Qanday bo'ladi desa aytayaptiki, al-qalbul ladzi salima min kulli shahwa. Har xil shahvatlardan omon qolgan. Allohning buyrug'idan teskari yurmaydigan, shubhalardan uzoq bo'ladigan, ibodatni yaxshi ko'radigan, men hammasini sharhlayman dedim, vaqtimiz yetmaydigan. Unvonlarini aytib ketyapman. Shuning uchun sekin aytyapman. Boshqatdan. Salomat qalb qanday?
shahvatlardan omon qolgan, Alloh taoloning buyruqlarini bajaradi, qaytariqlardan qaytadi, shubhadan uzoq bo'ladi va o'zi xohlamasa ham deyapti. Lekin dinimiz xohlasa shuni qiladi deyapti. Bajaradi deyapti. Tahorat qilgisi kelmasa qiladi, g'usl qilgisi kelmasa qiladi. Hajga borgan pul ketar ekan, qilaveradi, muammosi yo'q. Shundayki ibodat qilib maza qiladi deyapti. Kimimiz shunaqamiz? Inshaalloh shunday bo'laylik. Ibodat qilib maza qiladi deyapti. Sajda qilib maza qiladi, Qur'on o'qib maza qiladi. Allohni yaxshi ko'radi, payg'ambarni yaxshi ko'radi, ibodatini yaxshi ko'radi, muhabbati Alloh uchun, tavakkali Alloh uchun, qaytishligi Alloh uchun, xoshiya qo'rquvi Alloh uchun, umid qilishligi Alloh uchun, amalni xolis qiladi, yaxshi ko'rsa Alloh uchun yaxshi ko'radi, yomon ko'rsa Alloh uchun yomon ko'radi, bersa Xudo uchun beradi, qaytarsa Xudo uchun qaytadi. Sifatlar. Mana shu qalbni biz salomat qalb deymiz ekan. Iqtido, ihtida Qur'onga, sunnatga bo'ladi. Kullu ahadin minal aqwali wal a'mal. Tilidan Xudoning rozi bo'ladigan gap chiqadi, qo'l oyog'idan Xudo rozi bo'ladigan ish bo'ladi deyapti. Qiyinroq ekan. Biroq biz o'shanga harakat qilishimiz kerak. Hozir buni qilarish qiyin, shunga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchisi qalbul mayit, o'lik qalb. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi endi. Huwa diddul qalbus salim deyapti, muallif aytayapti, tirik qalbni g'ir teskarisi deyapti. Fahva la ya'rifu robbahu, na u Xudoni taniydi, va la ya'buduhu, ibodat qilmaydi, buyrug'ini bajarmaydi, qaytariqdan qaytmaydi, shahvati nimani xolasa shuni qiladi, nafsi nimani xolasa shuni qiladi. Allohning g'azabi kelsa ishi bo'lmaydi, payg'ambarning sunnatiga tushmasa ishi bo'lmaydi deyapti. Qayerda yuribdi, nimani oldi, nimani qo'ydi, qizig'i yo'q. Jalpoq tilmenni men ko'tarib qo'yinchi elga. Umuman farqi yo'q bunga deyapti. Nafsi havosiga ishi bitgandan keyin yoki gunohlarni qilib bitgandan keyin qalbi hijolat bo'lmaydi deyapti. Gunoh qilgandan keyin nima bo'pti deydi ekan. Xudo saqlasin. Ichib olsa, chekib olsa, zino qilsa, men nima bo'pti endi deb turaveradi. Bu o'lik qalb, o'lgan qalb bo'lib hisoblanadi. Nafsi havosi nimani xolasa qiladi, nimani xolamasa qilmaydi. O'y fikri yo'q, shahvatga ergashgan, nafs havoga ergashgan, johil, g'aflat, nihoyasi kufr deyapti. Allohning o'zi saqlasin. Bu endi tushunarli, bunaqa qalb inshaalloh kam biz xalqimizda. Eng ko'p qaysi? Mana shu uchinchisi. Al-qalbul marid, kasal qalb. Kasal qalb kitobdagi sifat o'zi hozirgidan sizlar tushundinglar, bundaylar tushuntirib qo'yayim. Odam ikkita narsani o'rtasida yashaganday, qalb ham ikkita narsani o'rtasida yashaydi. Odam farishta bilan shaytonning o'rtasidagi maxluq. Ko'p yaxshi amallarni qilaversa, farishtaga yaqinlashadi odam. Yomon amallarni qilaversa, shaytonga yaqinlashadi odam. Ko'p yaxshi amallarni qilib farishtadan o'tib ketishi mumkin. Yomon amallarni qilib shaytondan bettar bo'lib ketishi mumkin. Bu odamda turishdi. Hozir 3 ta narsani o'rtasidagi misol. Qalbdagisi-chi desa, qalbdagisi kasal qalb. Salomat qalb amallarini bajargan sari salomat tarafga o'tib qoladi. O'lik qalbda amallarini bajargan sari o'lik qalbga o'tib qoladi. Bu qanday qalb bo'ldi desa, bu ikkalasining o'rtasidagi qalb. Gunoh qiladi, lekin tavba qiladi. Bir narsani nafs havosi xohlaydi, Xudo buyurganini biladi-da, keyin nafs havosi bilan qilib qo'yadi-da, Allohni eslab turib qaytadi. Bir qarasangiz taqvodor bo'ladi, bir qarasangiz fisq va fasod bo'ladi. Shu bechora biz. Ko'pchiligimiz shunaqamiz. O'rtadagi qalbimiz. Bir qarasang buzilib qolamiz, bir qarasang tuzalib qolamiz. Biroq deydi, o'sha odam bir shahvatlarga ergashadi, bir hirs qo'yadi, bir hasad qiladi, bir kibr qiladi, bir ajablanib ketadi. Keyin o'ziga kelib ketadi, tavba qilib ketadi, duo qiladi, ibodat qiladi, ruku qiladi, sajda qiladi, keyin esa yaxshi bo'lib qoladi, deyapti. Salomat qalbning alomatlari, kasal qalbning alomatlari, o'lik qalbning alomatlari. Qanday qilsak salomat bo'lamiz, qanday qilsak o'lik qalb bo'lamiz, keyingi darslarimizda inshaalloh jamoatga tushuntirishga harakat qilamiz. Biz so'zimiz oxirida aytamizki, hurmatli jamoat, insonning eng qaraydigan joyi qalb. Mana farishta, biz amalda yozayotgan farishta amalda yozadi. Qalbni ichidagini farishta bilmaydi. Faqat Alloh biladi. Qalb ichidagini.
Farishta tashqarisidagini yozadi. Kechagi o'tgan darsimizdagi niyat qayerda desa, niyat odamning qalbida bo'ladi. Riyo qayerda desa, birinchi qalbdan ketadi. Ixlos qayerda desa, qalbda bo'ladi ixlos. Shuning uchun biz inshaalloh qalblarni, nafslarni poklasak, Xudo xolasa Alloh taolo suygan bandalar qatorida bo'lamiz. Bu dunyoda emas, qiyomat kunida ham salomat qalb egasi najot topadi, deyapti. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin va hdina ila al-haq va ila tariqil mustaqim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng ko'p duosi ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika va ta'atik. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, bizni qalbimizni diningga va toatingga o'zing doimo sobit qilgin deb duo qilar ekanlar. Biz ham duo qilamiz. Va ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika va ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin.